Aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalarga. Biz bugun Esenyurtda Zamira loqantasi o'zining tansiq taomlari bilan juda mashhur bo'lgan kafeda, ya'ni bu kafening ajoyib milliy taomlarimiz, o'zimizning o'zbek turkman taomlaridan bugun totamiz, bahra olamiz. Qandoq, yaxshimi, shirinmi, shakarmi sizga xabar beramiz, xudo xolasa. Qani ketdi ichkariga, taklif qilamiz sizni. Marhamat. Biz hozir Zamira kafesining ichkarisiga kirdik. Personalning ajoyib xizmatlari bizga juda ham yoqib turibdi. Xudo xolasa dizaynidan bahra olasizlar. Aziz do'stlar, baxt xush kelsa qo'sha kelar ekan. Mana Zamira kafesining mehmon bo'lib turibmiz. Bugun katta to'y ham bor ekan. Xudo xolasa to'ydan parchalarni sizlarning diqqatingizga rom qilamiz. Undan keyin bugungi oqshomimizning ajoyib taomlaridan, ajoyib o'yin kulgilaridan hammamiz birgalikda bahramand bo'lamiz. Boya aytib o'tganimizdek, va'da qilingandek, Zamira kafesining ajoyib oshpozlari bizlarga milliy taomimiz, ya'ni milliy tandir somsamizni hozirgina issiqqina chiqarib taqdim etdilar va issiqqina nonlarimiz. Bundan narsa ham go'zal noanaviy milliy taomlarimizdan tatib ko'ramiz. Qani ketdik, davom etamiz. Mana Zamira kafesini yana bir tansiq taomini bizga taqdim etdilar. Oshpozlarimizdan o'zbek lag'moni deydi.